250 kishiga joy qiling. Mana bugun bosim bog'iga Samarqand Jonboy tabrik jamoasidan 215 kishi kelgan. Davramiz markazga Bosim Bobo Mehr somsasining asoschisi Alisher Azimov. Bosim bog'ini mehr karvoni yo'lga chiqdi. Usta qachon kelasizlar? Alisher Azimov. Samarqand Jonboy tabrik treyverdan 215 kishi kelgan. O'tgan yili bir sezon paytimiz turizmda 200 tagacha mehmon olib kelgandik. Shu yil boshlanish yaxshi bo'ldi, xudo xolasa 500 dan boshlab 1000 gacha odam chiqadi. Albatta, 1000 gacha. Bosim bobo O'rta Osiyoda nomer 1. Bosim bobo! Bizga patska bosganmisiz? Bosganmiz. Mana aka, bu sizga. Bizga patska bosganmisiz? Rahmat. Aka, mana bosim bog' mehr somsasi. Hozir Qamashi Chimga kelganmiz. Akalar bosim bog'ga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lganmiz. Sizlar mana bosim bog'dan mehr somsa. Assalomu alaykum. Qashqadaryo qayeri bu? Qamashi rayoni, Jonboy qishlog'i. Bosim bog'ga borganmisiz? Borganman. Patska bosgansiz. Bosim bobo, zo'r. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Bizga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lganman. Bosim bobo hali har bir oilaga kirib bo'ladi. Bosim bog'ni bilasizmi? Mana mehr somsa sizga. Do'stlar, Bosim boboga obuna bo'linglar. Bosim bog'ni mehr somsasini haqiqiy egalarini ko'rsataymi mana? Mana mehr somsa aka. Bosim bobo. Assalomu alaykum. Mana aka, bosim bog'da mehr somsa. Patchka bosganmisiz bizga? Mana aka, bosim bog'da mehr somsa. Mana aka. Qani? O, assalam mana. Bosim bog'da mehr somsa. Sherda ko'raman deb o'yladingizmi? Yo'q. Biz hozir Qarshi shahriga ketyapmiz. Endi bunday mehnatkash akalarga mehr ulashmasak bo'lmaydi. Mana aka, mehr somsa. Charchamayapsizmi? Qashqadaryodan qayerdansizlar? Ko'kdaladan, ha? Mana ko'kdalanlik obunachilarimizga bugun mehr ulashamiz. Biz ham shunday onam bilan paxta terardik. Men lekin ko'p ko'sagini terardim-da. Bosim bog'ga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lganman. Mana mehr somsa sizlargacha yetib keldi. Qayerda bo'lsangiz ham o'ylanmasdan bosim bog'ga obuna bo'lib qo'ying. Biz albatta yetib boramiz. أنت حقيقة يا ترى أو يا ترى ولا خيال؟ أنت جنون الشعر وأنت كل رنات السمر. أنت حلال إلا حرام إلا جبل ذنوب الحلال. أنت ملذات السهر ريحان القلب الخضر. أنت موسيقى ترسم الضحك. Hali ham somsani kattasini izlab yuribsiz. Somsani kattasi Bosim boboda. Bosim bobo bugun Surxondaryoda. Va kichkinasi ham Surxondaryoda. Bizga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lganmiz. Bu addi shuk bizni kuzatuvchimiz. Qani, Xasbek aka ulashing endi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizga obuna bo'lganmisiz? Ha, bo'lganman. Mana sizga mehr somsa. Siz qayerda bo'lsangiz ham patska bosib qo'ying, jigar. Qayerdansiz? Qo'qondan aka. Qo'qondan bizga patska bosganmisiz? Albatta. Mana aka sizga mehr somsa. Termizning sentridamiz. Biz obunachilarimizni ko'rib qoldik. Bizga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lganmiz. Mana sizga. Mana obunachimizga Bosim boboni mehr somsasini haqiqiy egasiga olib boryapmiz. Siz obuna bo'lganmisiz, bo'lmaganmisiz? Mana Bosim bobodan mehr somsa. Bizga obuna bo'lganmisiz? Bo'lgansa, mana aka Bosim bobodan mehr somsa. Va Bosim boboga obuna bo'lganmisiz? Har kun ko'rasa, mana aka Bosim boboga. Va Bosim boboga obuna bo'lganmisiz? Muxlislar bor. Mana aka, sizlardan mehr somsa. Oling. Biz Surxondaryo Jarqo'rg'on tumaniga kirib keldik. Bizga patska bosganmisiz? Bosganman. Tanimani shaydan qaytib keldingiz menga. Rahmat, mana aka. Biz hozir Surxondaryo boysindamiz. Bu yerda kimni ko'rib qoldik? Samarqandlik obunachilarimizni. Bizga patska bosganmisiz? Bosganman. Mana aka, Bosim boboning mehr somsasi. Surxondaryo Angor tumaniga kirib keldik. Bu yerda Angorda o'sha mashhur bloger Jasur akam to'fon kutib oldi. Bizga obuna bo'lganmisiz? Bo'lganmiz. Anchadan beri kuzatamisiz. Mana aka mehr somsa. Aka, siz qayerdansiz? Surxondaryo Denodanman. Denodan. Bizga obuna bo'lganmisiz? Bo'lganman. Mana aka, Bosim bobodan mehr somsa. Siz qayerda bo'lsangiz ham hozir Bosim boboga patska bosib qo'ying.
Dadasi o'zi 3-4 kunlik vaqt qoldi. Baliq olib kelib bering, baliq yegim kelyapti. Seni shu bolang o'zi bir qarmoq bilan tug'iladi-yu, ha? 9 oydan beri baliq yeysan. Bo'ldi, olib kelaman. Qolyog'ochdan qamchiqlar, oqlar. Voy-cho'g'im, qani? Baliq. Yomon charchabman, ey. Qara, bolang yig'layapti. Baliq. Da. Ha. A. Da. Baliq. Da de. Men ketdim. Bosimda baliqqa boraman. Hamma ayb o'z senda. Mana shu bola bo'lgandan baliq yeding, hozirgacha bu ham baliq. Gapirgani baliq bu. Sut ham ichmayapti bu. Nima qilsin esa dadasi? Onasini emsin. Xafa bo'lish yo'q. Yo'q, endi vizov tashlandi, qabul qilindi. Xudo xohlasa Menga vizib tashlabsizmi? tashladim. Nima edi? Tushunmadim sizga. Hey, mana ko'rdingmi? Qarama kilogrammga. Ko'rdim. Sen vizib tashlabsan, sen bitta gudok tashla, men yetib kelaman Jizzaxdan. Bo'ldi, gap yo'q. Ko'rding-a? Ha, o'zingni tandiringda hozir 15 kilolikni olib ketaman hozir. Bismillah. Ko'ryapsanmi? Ko'ryapman, ha. Bunaqa gelgan tomsalar bosim bog'da bo'ladi. Buni yopa olasizmi o'zi? Hozir ko'rasan, men o'ng qo'limda qo'ydim. Ketdik. Ko'ramiz. Yo, bismillah, mana. Aka, somsa temasdan men oldimdan chiqmayman. Bu yoqqa keling. Mana. Buni birga yeymizmi? Bu ko'ryapsizmi? Buni haqiqiy egalariga tarqatamiz biz. Qani, ketdik. Chim qani? Ko'rdingizmi? Bosim bobo сказал, bosim bobo zil. O, bosim boboga gap yo'q. Lekin bor-ku, har atlet qilaman men. Qo'ying ey. Biz bugun Boysun tumaniga mehr ulashamiz. Boysunliklar bitta pakkishga bosib qo'ying endi. Biz hozir Surxondaryo Boysundamiz. Bu yerda kimni ko'rib qoldik? Samarqandlik obunachilarimiz. Bizga pakkishga bosganmisiz? Bosganman. Mana telefonda birinchida turibdi bosim bobo. Mana aka bosim boboning mehr somsasi. Va bosim boboga obuna bo'lganmisiz? Har kuni ko'rishsa, mana aka bosim bobo. Mayli, siz ham obuna bo'lishni unutmang. Aka, siz qayerdansiz? Daryodan odamman. Mana aka bosim bobodan mehr somsa. Surxondaryoliklar dahshat kutib olyapti hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Qo'qondan aka. Qo'qondan bizga pakkishga bosganmisiz? Albatta. Mana aka sizga mehr somsa. Biz hozir Surxondaryo Sherobodga ketyapmiz. Qayerdan? Qashqadaryodan. Qashqadaryodan. Sizga mana mehr somsa. Siz qayerda bo'lsangiz ham do'stim obuna bo'lib qo'yavering. Bosim boboning mehr somsasi Termizning sentriga keldi mana. Termizga obuna bo'lib qo'yingsa bosim boboga. Assalomu alaykum. Obuna bo'lganmisiz? Qani, mana sizga, mana uydagilarga. Rahmat. Siz ham obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Termizning sentridamiz. Biz obunachilarimizni ko'rib qoldik. Bizga obuna bo'lganmiz. Mana sizga, mana obunachimizga. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Mana bosim bobo. Yesangiz maza qilasiz. 15 daqiqada yesangiz $100 beradi. Bosim boboni mehr somsasini haqiqiy egasiga bo'lyapsiz. Qanday aka? Zo'rmisiz, charchamayapsiz? Siz obuna bo'lganmisiz, bo'lmaganmisiz? Mana bosim bobodan mehr somsa. Qachon o'tasiz? Yonasiz. Obuna bo'lganman, har kuni ko'raman. Yo'q, men sizga obuna bo'lmasangiz ham beraman deb yuribman. Biz obunachi ekan, kuzatuvchi. Salomat bo'lasiz. Moteur on tourne action. Mon existence microfilm d'action. Biz yangi post qo'ydikda va yo'lga chiqdik. Kommentariyada eng ko'p yozgan bu qayerda? Surxondaryoda yozgan ekan. Ana shuni men yozganman-da. Assalomu alaykum. Siz qayerda bo'lsangiz ham hozir bosim boboga pakkishga bosib qo'ying. Tumanlarga boramiz, kutib qolinglar. Like, podpiska, kommentariya, hamma tumanga boramiz. Bosim boboni kuzatuvchilarni hozir biz Surxondaryoda ko'rib qoldik. Bizga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lganmisiz? Bu Addishuk bizni kuzatuvchimiz. Qani, Xasbekka ulashing endi. Qani. Yo, oling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizga obuna bo'lganmisiz? Ha, bo'lganman. Mana sizga mehr somsa. Mazza qilib, momon bilan yeysiz. Bu kishiga bitta momo topish kerak jo'ra. Momo yo'qmi? Momo topamizda. O'n kilolik mehr somsamiz. Qani?
Davr. O'xshatmi? Bosim bobo karvoni yana yo'lga chiqdi. Siz obuna bo'lishdan to'xtamang, biz mehr ulashdan to'xtamaymiz. Biz qaysi viloyatga borishimizni siz kommentariyada yozing. O'z turgan joyingizni kommentariyada yozib qoldiring. Umraga ziyorat yo'llanmasini ham albatta sizga beramiz. Tushundingizmi? Yani birinchi qo'rqayapman. Tak, ketdik. Siz ham obuna bo'lib qo'ying endi.